Hozir men sizlarga kosmetichkamni razbor qilib ko'rsatmoqchiman. Ya'ni menga eng zarur narsalar nimalar va balkim buni ichidan sizga ham kerakli qanaqadir ma'lumotlar bo'lib qolar. Demak, boshlaymiz. Shuncha qimmat qalamlarim bor, lekin eng oqib ketmaydigan Elkarazon. Bu qalamim kichkinagina bo'lib qolgan bo'lsa ham, neytralniy rangda. Mana qarang, 15 ming so'm bor yo'g'i, lekin kun davomida yaxshi effekt beradi. Yarki ham emas. Eng ko'p foydalanadigan mana bu pomada All Day Seven Wavet'niki. Bu yoq tarafi blesk, bu yoq tarafi rangi ham qanaqa, mana bu ranglar bilan bir xil. Bu darojnik, ya'ni qo'lda ko'tarib yuradigan tenglar. Ikki xilini bor, korishevisidan foydalanaman. Mana ichlari ham, mana bu highlighter ishlataman. Bunisi qovoqning ustiga nima kistочка bilan va bu to'qartiradigan ko'zimni tagiga, ko'zimning ustki qismiga suraman, chetlariga. Mana bu 3 xil kistочка bilan. Mana bunisi esa zelyoniy, mana yashil. Yashil bu выходga, yerga borganimda perlamutrovый Sky tushi, Maybellineniki. Eng qimmat tushlarni, eng brendoviy tushlarni ham ishlatganman, lekin mana shu tushga yetadigan yo'q qizlar. Pomadalarim mana neytralniy 65 eng mashhur. Agar qanaqadir kechki tadbirlarga borishim kerak bo'lsa va labim yorqinroq bo'lishi kerak bo'lsa, mana bu Maybellinni pomadasidan ozgina ishlataman. Buni ozgina rangi yarkiroq va sochniroq. Mana bu yerda meni sevgan parfyumim Burberry Weekend. Bu qizlar yozgi mavsumga eng